Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi ish kunimizda xayrli bo'lmoqda. Bir mashinalarimiz olib qo'yganmiz. Metan propostanovka qilib bermoqdamiz. Bu mashinamiz Cherry 6 Pro Arizo. Bunga ketgan jihozlar Pasico 24/4 Polsha original miya 01 farsungamiz original Nordic italyanskiy reduktor original Pagni ishlaklari bilan bo'lmoqda. Oldiga qo'ygan jihozlar bu. Orqa qismiga 65 talik silindr bilan qo'yib bermoqdamiz. Shumkalarni tortib, Cobalt mashinamizga ham propan qo'yganmiz. Bunga ham ketgan jihozlar Gofas 200 Polsha original miya bo'lgan. 01 original farsungamiz, Nordic original italyanskiy reduktorimiz Fagbin hech chiqarmaydigan ishlarni одноразовый filtrlar bilan orqasiga zapaskan joyiga 48 ta tabletka uстановка qilib bermoqdamiz. Shumkalari bilan tortib bu ham mashinamizga. Keyingi mashinamiz Cobalt. Bunga metal uстановка qilib bermoqdamiz. 90 talik bilan reduktorimiz X original reduktor. Injektorimiz 01 original injektor. Miya Gofas 200 Polsha original miya. Va keyingi mashinamiz esa 65 talik bilan Damas uстановка bo'lmoqda. Original zapchastlar bilan. Orqa qismiga esa 65 talikni taqdim etamiz. Ko'rishingiz mumkin. Kimga agar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin.